Binolardagi fasad ishlari bu almashtirib bo'lmaydigan, xato qilish eng minimal bo'lish kerak bo'lgan ish hisoblanadi. Shuning uchun bino fasad pudratchisini tanlayotganda nafaqat tender natijalari, balki ularga namunalar, mokaplar ham qo'ydiriladi. Siz va biz hozir ko'rib turgan loyiha bu Bishkek shahridagi eng mega loyihalardan biri. Bunga eng shov-shuvli loyihalardan biri. Royal kompaniyasi tomonidan qurib bitkazilayotgan Alatao biznes markazi hisoblanadi. Biznes markaz fasad tenderida eng so'nggi etapda 4 dona pudratchi fasad ishlari uchun raqobat ishlarini amalga oshirmoqda va ularga mokap qo'yish sharti eng so'ngida berildi. Ko'rib turganingizdek, biz qo'ygan namunalarimiz to'lig'icha yakunlangan alyumin kompozit panellar va vitrajlar kombinatsiyasida asoslangan loyiha mokapi uni renderidagi aynan mana shu qismini ko'rish imkonini to'liqligicha beradi. Jaydarit qilib aytadigan bo'lsak, mokaplar qo'yildi, barcha imkoniyatlarimizni ishga soldik, barcha sabablar qilindi. Natijasini, xayrlisini o'ziga topshirib kutmoqdamiz. Yangilik bo'lishi bilan albatta xabar beramiz.